Nafas olish yangi bosqichga ko'tarildi. Yashash yaxshi yashash shundan yaxshi deydi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana ro'ppa-rosa bir hafta oldin o'zimning kursdoshim Murod akam, lor doktor bu ham bir hafta oldin burun to'sig'ini to'g'irlash va pastki chanoqlar turbina plastikasi operatsiyasini bajarganmiz. Mana splintni hozir bugun olamiz va natijasini sizlar bilan ulashamiz. Mana turbina plastika operatsiyasidan keyingi holatni mana endoskopiyasini hozir ko'rsatamiz. Xo'p. Mana burun to'sig'i tekis, chig'anoqlar ko'rasizlar, ichida suyaklarni plastika qilganmiz. Kavulyator bilan kuydirilmaydi va burun o'zini funksional holatini saqlab qoladi. Ideal darajada chiqqan inshaalloh. Lor doktorimiz ham endi yaxshi nafas oladilar. Assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz, aziz yurtdoshlar. Men o'zim lor shifokori bo'lib faoliyat yuritaman. Lekin o'zimda ham shu burun to'sig'i qiyshish muammosi bo'lgan. Burundan nafas olishda qiyinchiliklar, shamollashda, tumorlarning og'ir o'tishi, bosh og'ruvlar bilan kechardi. Bemorlarimizga ko'p tavsiya berardi. Mana shu yozni oxiriga kelib nasib qilgan ekan. Hamkasbimiz Muhammad, Shahzod, Bobur, Chilonzor Medcenter, hozir Toshkent Medcenter klinikasida amaliyot o'tkazib berishdi. Nafas yo'llarini o'zim ham kuzatyapman, juda zo'r chiqqan. O'zimning hissiyotim ham juda to'yib nafas olaman. Kimda kim burun bitishi, quloq etida eshish pasayishi, tomoqda surunkali og'riqlar ko'p bezovta qilsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin va Xudo xohlasa biz sizga yechim topishga yordam qilamiz.